Xalqaro kechirim tashkiloti sohibxonligida 9 iyul Amerika poytaxti Washingtonda iftor faoliyati olib berildi. Faoliyat kech soat 7:20 da boshlandi va 10 ga qadar davom qildi. Xalqaro kechirim tashkiloti Osiyo ishleri direktori Tiyokumar Apandi ichilish nutq so'zladi. Uyg'ur Milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim mazkur iftor faoliyatining muhtaram mehmoni sifatida nutq so'zladi. Xalqaro kechirim tashkiloti Osiyo bo'limining direktori Tiyokumar Apandi bu iftor faoliyati orqali bermoqchi bo'lgan signalimiz aniqki, Uyg'urlarni ulug' Ramazon oyi munosabati bilan tabriklash, xalqaro jamiyatni Uyg'ur musulmonlarining diniy erkinligini o'z ichiga olgan kishilik huquqlariga ko'ngil berishga chaqirish. Xitoy hukumatini bo'lsa, Uyg'ur elidagi musulmon xalqlarning e'tiqod erkinligiga qilgan ig'ir buzg'unchiliklarni to'xtatishga, Ramazon cheklimlarini bekor qilishga chaqirish dedi. Amerika poytaxti Washingtonga joylashgan Xalqaro kechirim tashkiloti xizmat binosining ziyofat zalida chaqirilgan bu iftor faoliyatining eng muhtaram mehmoni Uyg'ur Milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim edi. U mazkur faoliyatda so'zga chiqib, monologni bildirdi. Bugun Ramazonga 12 hammanglarni Ramazon bilan va Ramazonning 12-kuni uchrashganligimiz uchun tabriklayman. Hammangizlarning mushu bizning Uyg'ur musulmonlarining hozirgi shundaq ig'ir ahvol ostida vatanimizda ro'za tutishlarda nurg'un zarbalarga uchrab diniy jihatdan dafsanda bo'layotgan mush paytda bizning Ramazonimizni tabriklab, biz bilan mishada bizni qo'llab kelganliginglarga, sirtdan kelgan barliq hukumatdan kelgan mehmonlarga va barliq do'stlarimizga va o'zimizning Uyg'ur Ramazon tutgan qarindoshlarimizga cheksiz bugungi kelgan so'rinda rahmat aytaman. Men turmudan chiqqancha mening bolalarimning ko'z yoshlari va mening oilamning ko'z yoshlari Amnesty International'dagilarning etikiga va State Department va Kongressdagilarning etikiga to'kilib, ashla meni olib chiqqan. Bütün Amerika kongresslari va g'arb dunyosidagi kishilik huquq tashkilotlari mening hayotimni olib qolgan. Bu yerda o'tirgan barliq do'stlar o'rtaq shu meningki ozodligim uchun va vatandagi hozirgi xalqimizning turmida yetayotganlarning ozodligi uchun davomli o'rtaq kurash qilayotganlar, men yana bir qatim rahmat aytaman. Shuning uchun men ta hozirgacha chochlarim oppoq bo'lib ketib qerib ketgan bo'lsammi, yana qerib mukchiyib qolsammi, bir qadam basa olaydi ekanman. Bu erkinlik uchun va boshqalarning va o'zimning xalqimning erkinligi uchun meni erkinlik so'yguchilarning yordami bilan chiqqan ekanman. Men shu butun hayotimni ashunga atayman. Endi hozir men o'zimning xalqimning ahvolidan bir qurslarga tunishtirib o'taman. Bugungi kunda Uyg'ur xalqining ahvoli vatanimizda bo'libmi Ramazon oylarida yaqinqi 2 oy ichida 2009-yildan keyingi ahvoli intayin qiyin. Uyg'ur xalqi bugungi kunlikda har kuni o'lim tahdidi ostida bastirish, o'ltirish degan ovoz ostida yashayapti. Masalan, shu 2 oy ichida 6 qitim sot bo'lib 338 odam 80dan 50dan sotlandı. 28 odamga o'lim jazosi hukm qilindi, butun yosh bolalar. Biz men turmudan chiqqandan tortib davomli holda dunyo Uyg'ur qurti, mush Uyg'ur xalqini ovozini Xitoy hukumati tinchsin, biz dialog o'tkazayli, tinchlik bilan masalani hal qilayli, masala ig'irlashib ketmasin deb Xitoy hukumatiga va Amerika hukumatiga va Yevropa Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga deb keldik. Lekin Xitoy hukumati Uyg'urlarning tinchlik bilan qilgan har qanday harakatlarini bostirdi, o'ltirdi, turmaga tashladi. Hozirgidek Ramazonlarimizda ro'za tutayotganlarni cheklidi, namoz o'qiyotganlarni turmaga tashladi. Hatto Xi Jinping hukumati chiqqan vaqtida men Wall Street jurnaliga maqola yozib, taklif berib, Uyg'urning masalasini tinchlik bilan hal qilishni, har millat Sharqi Turkistondagi har millat xalqiga tinch yashash muhiti berishni, masalaning manbasini hal qilishni taklifini berdim. Masalaning manbasini hal qilishni talab qildim. Uyg'urlarning ovozini anglashni talab qildim. Lekin Xi Jinping hukumati buningga Uyg'urlarga o'lim jazosi hukm qilish va qamoq jazosi hukm qilish bilan javob berdi. Uyg'urlar umidsizlanib ketdi. Baribir bizni o'ltirdi ekan, bizni tutdi ekan, bizga mushundan boshqa chiqish yo'l yo'q ekan deydigan holatga kelib qo'ydi. Uyg'ur xalqi bilan Xitoy xalqining o'tirg'i zidiyat selvatdi. Shuning uchun biz yanıla
hozir kechikmidik Xitoy hukumatining mana mushundaq Amerikadagi demokratiya davlatlarda biz Ramazonda rozumuzni tutyapmiz. Amnesty International'ning ishida bizga iftorlik beryapti. Xitoy hukumati yanıla Uyg'ur xalqiga tinchlik berishini, dialog kelishini va Uyg'ur xalqining ovozini anglashini taklif qilamiz. Thank you. We hope Fəaliyyətə Amerika Dövlət Məclisi, Amerika Dövlət İşlər Ministerliyi vəkillər verdi. Bundan başqa fəaliyyətə yana Washingtonda fəaliyyət qılıb atqan kişilik hüquq və dini erkinlik təşkilatları, jurnalist və Washington ətrafındakı Uyğurlar olub 140 ətrafında adam qatnaşdı. Fəaliyyətdə Pakistan və Burma vəkilləri orundan turub, Uyğur müsəlmanları növbət yol qoyatqan vəziyyətə yaxından diqqət qılıb atqanlığı, Uyğurlarni tushundiganligi və Uyğurlarni qo'llaydiganligini bildirishdi. Uyghur Milliy Harakati rahbari Rabia Qodir xonim mazkur iftor faoliyatini naq maydondan ziyorat qilayotgan o'z muxbirimiz Gulchehraga munolarni bildirdi. Men buningda mallam emas, Amnesty International, Amerika hukumati, Amerika Kongressi, senatori, kishilik huquq tashkilotlar, muxbirlar hammasi bugungi mushu bizning Ramazonda bizning ashadagi 20 million musulmonni Xitoy hukumatining ashunda dafsandi qilib, ularning ro'za tutishini tutqizmay, ularni diniy jihatdan qo'lga ilib, ularga o'lim jazosi berib, ularga qamoq jazosi berib atganligini ko'rgan kishilik huquq tashkilotlari birinchi mushu tashkilotlar, mushu muxbirlar, mushu jurnalistlar, mushu siyosatchilar, mushu Amerika davlatida turib bizning xalqimizga Xitoy hukumatiga signal berish uchun buni o'rnashtirdi. Ham bir Uyg'urning rahbari bo'lish sifatim bilan mening mushu Ramazon iftorligimni sharaf nemini sifatida akilib, Uyg'ur xalqining hozirgi da'da ahvolini mushadiki kelgan siyosatchilarga, ham Uyg'ur musulmonlarga, ham chet eldan kelgan boshqa musulmon qarindoshlarimizga bizning vatanda bo'lgan diniy dafsandichilikni so'zlab berishimni tavsiya qildi. Demak, men bugun nihoyatda xushal bo'ldim. Birinchi Allohning ro'zasini tutib meşhede iftar qildim ko'pchilik bilan. Bir savab ish bo'lsa, ikkinchi ezilayotgan, etilayotgan, o'layotgan o'zining imonini, komil imoniga erishman deb Alloh uchun ibodat qilish uchun qurbon berayotgan shehidlarimning ovozini bu yerda yetkazish fursatiga erishdim. Demak, mushu fursatga meni Amnesty International va mushu kishilik huquq tashkilotlari va Amerikaningki qimmat ko'z qarashi erishdi. Demak, bizning ovozimizni dunyoga yetkazish va xalqimizga signal berish va xalqimizga yetkazish. Xalqimizga bir kun Xudoyimdan mushu Ramazonda, bütün ro'za Ramazonda mayli boshqa dindikilar bo'lsin, mayli islom dindikilar bo'lsin, mishadi biz bilan birga iftor qilib, Allohdan bizning xalqimizning erkinligini va diniy erkinligini va xalqimizning ovozini Allohdan tilab qulni amin deb ko'tagin ekan. İnşallah bizning dualarımız icabet bo'lib qolar. Bütün dünyadaki musulmonlarning duosi icabet bo'lib qolar. Bütün dünyadaki musulmonlarning ko'ngliga insof ata qilib, bizning 20 million o'layotgan musulmonlarimizga yordam qilar. Men bugun mushu sorunning oshinchilik ahamiyati bor deb qaradim. Fəaliyyət intayin nəticəli axırlaşdı. Hörmətli radio dinləyicilər, yuqorida Amerika paytaxtı Washingtonda çağırılğan iftar fəaliyyəti haqqında məxsus proqram aldınızlar.